Sadaqa faqirning qo'liga tushishlikdan avval Allohning qo'liga tushadi. Bakiru bis sadaqa fa innal bala la yatakhattaha. Qarang, Jami' Sag'irdan sadaqani berishga shoshilinglar. Zero balo undan o'zib o'tib ketmaydi. Agar sadaqa qilsangiz balo to'xtaydi degan. Sadaqa bergani shoshilinglar, zero balo undan oqlab o'tib ketmaydi, o'zib o'tib ketmaydi degan. 10 so'm kuniga sadaqa. Iloji bor. 20 so'm. Endi bu yoqqa endi qarab, kirishga qarab, topishga qarab. 2 kunda bir 50 so'mdan sadaqa. Iloji bormi? Iloji bor. Ya'ni bersangiz nima bo'lyapti yana? Qani balodan Alloh taolo balodan daf qilar ekan, rozi bo'lar ekan, ko'paytirib berar ekan, g'azabini so'ndirar ekan. Nima uchun? Bandani qilgan infoq uchun. Chunki Robbimiz ash-shakir bo'lgan zot.